Barchaga salom, sizlar bilan Yasha Gamer. Bugungi videomizda parkurlar videosi. Do'stlar, sizlar kanalga obunani bosib qo'yinglar. Tezroq men 700 ta bo'lmoqchiman. Do'stlar, tez obunani tez bosinglar. Biz tez 700 ta bo'lishimiz kerak. Parkurlardan o'tamiz. Sizlar kanalga o'tib obunani bosib qo'yinglar bola. Tez men 700 ta bo'lmoqchiman. Kanalda ne işte 30 talar orasidan obunachi kelsa men orzumga erishaman, 700 ta bo'laman do'stlar. Sizlar shuning uchun kanalga o'tib tirs obuna tirs like'ni bosib tashlang. Sizlardan so'rab qolaman. Bu juda ham oson parkurda nega o'tolmayapman desalar, shunaqa ishlar. Hali lavalisi bor. Hozir har yoqda bitta oltin o'nlay bola. Nega deyotgan bo'lsanglar, yo'q, naqa zombi kerakmas, bitta oltin olmani o'lay. Qornim ochqaydi, shuning uchun naqa bo'ladi do'stlar. Bilaman, hayotda lava bor. Shuning uchun bo'ladi. Lavaga tushmasdan o'tishga harakat qilaman. Mana shu yerda tushib qolyapman. Yoki baribir men qornim ochsa ham yaxshi yugura olmaydi. Bola, sizlar kanalga o'tib o'rnani bosib qo'yinglar. What the fuck? Nima qilamiz bunda endi? Uncha tushunmadim do'stlar, esdan chiqib ketdi. Do'stlar, qarang, men qilmoqchiman. Minecraft bloklab qo'ydi. Hazımda pauza qildim. Do'stlar, men videoni yoqdim. Chiqamiz. Olma yeb tursang sog'lom bo'lasan. Oltin olma, duo ol. WhatsApp turga tusha olmaganimda mayli o'tib ketaveramiz. Do'stlar, video shunchalik ham kam bo'layotganda men o'lsam qaytadan qilaman. Lekin nimaga qilmadim? Endi bu 23 blok emasmi? Bitta mana shu bittaligi parkur ham oson bo'lishi kerak, lekin menga olovga qarshi damlamasi bor, shuning uchun men olovda o'laman bilaman. Mana do'stlar, hozir damasa qilaman. Do'stlar, men qayta turdim. Nimaga desanglar, xatolik bo'ldi. Men chunki oltin olma bilan o'tdim-da, u lavaga yonmas, naqa bo'ldi. Chunki ana turga tushganimda ham tusha olmaganman. Videodan oldindan ko'rib olishinglar mumkin. Qaytadan ko'rib olishinglar mumkin. Men turga tushmaganman, chunki u jon uncha ketkazmasdi-da. Shundoq bo'ldi. Sizlar kanalga turlarni bosib qo'yinglar. Qaranglar, baribir shu tushunman. Men go'sht olishim kerak edi, lekin go'sht olmasdan endi o'tish kerak. Bu turga tushish kerak-da, lekin uni точно tushish kerak. Turga tushdik. Bobona hali o'tolmay qolsak, o'shdik deganim bo'lasizlar. Kanalga to'g'rani bosib qo'yinglar emasdan. Nima bo'lyapti? Nima bo'ldi? Qanaqa o'lib qolishim ham mumkin. Do'stlar, yaqinda ekstrem ham 100 tacha bo'ladi. Uni kanalini ayta olmayman desam hazillashdim. Ekstremning kanali bor. Haligacha 6 ta, uni 7 ta, 8 ta, 1000 ta qilishimiz kerak. Uni u kanalda podeshka qilib turinglar. Qayerdadir ekranda chiqishi mumkin, chiqmashi mumkin, men ham bilmayman. Bugun shu qani yo'ldan ko'rinmayapti bo'lim. Endi qaytadan qilamanmi? WhatsApp nimaga? Qaytadan qilish kerak bo'ldi. Nima bo'ldi bizga? Minecraft. Do'stlar, qarang, men 700
700 ta bo'lmoqchiman, bilasizlar. Albatta bilasizlar, 700 ta like bola. Tirs bilan tirs like'ni ayamasdan bosinglar. Bosib tashlanglar, ayamasdan shartta bosib tashlanglar. Kattaga rahmat. Shuning uchun bosib tashlanglar. Bola tez 700 ta uchun. Короче, addushi nima qilibdilar? Padishka qilibdilar bola. Men tez 700 ta bo'lmoqchiman. Padishka kerak menga. Ko'proq padishka qilsanglar kattaga rahmat. Shuning uchun tez padishka qilibdilar. Like'larni ayamasdan bosinglar. Obunlarni bosinglar, tez bosinglar. Shartim shu yaqin oralarda konkurs bo'ladi. Konkurs yo'q. Ko'p videolar chiqadi yo chiqmaydi men ham bilmayman. Qancha bugun konkursni ashunaqa yozib qo'yaman YouTube'ga. Mabodo bo'lmay qolsa ham bo'ladi, bo'lishi ham mumkin. Konkurs uyushtiraman. Do'stlar, mabodo konkurs uyushtirganimda yutishlar mumkin. Yutmashinlar mumkin. Mabodo kanalda reklama qilishga bo'pti, qarachi bugun tushuntirib o'taman qoidalarni. Qarachi komment yozasizlar, like bo'ladi-ku, hamma bilsa kerak. Kimni kanalida ko'proq like yig'ilsa, shu kanallar reklamaga qo'yiladi. Javob gapimga. Sizlar kommentga tirs yozib tashlanglar. Tirs like, tirs obuna. Tez bola. Konkurs yaqin oralarda bo'lib o'tadi. Yana bir bor tushuntiraman. Komment yozinglar. Kimniki ko'p like to'plar ekan. Like to'plar ekan. Like kimniki ko'p to'plansa, shu kanallar reklamaga chiqadi. Javob bola. Sizlar tez obunani va like ni bosib tashlang. Xudo xohlasanglar, keyingi videoda shu reklama qilinadi. Shuning uchun obunani bosinglar. Tez bola. Kommentarga tirs bosib yozib tashlaysizlar. Like deb tirs bosib tashlaysizlar. Obunani qo'ng'iroqchada ham bosib podpiska bosib qo'yinglar. Podpiska ham bo'lib qo'yinglar. Kanalga o'tib, keyin yangi videolarda kutib olasizlar. Davay bola. Mana shu eng oxirgi ishimiz davay bola. Sizlar kanalga tez o'tib obuna bo'lib qo'yinglar. Bunda o'tishimiz kerakmi bola? Nima bo'lyapti? Tez bo'lish kerak. Tez o'tib tez bo'lamiz. Bola shu konkurs yaqin oralarda bo'lib o'tadi. Bugun 14-oktyabr bo'lsa, 20-oktyabrda konkursni boshlayman. Qoidalarni bitta videoda tushuntirib o'taman. Короче, shu yaqin oralarda Jasiko haqida 100 ta fakt chiqadi. 100 ta fakt emas. Kamgina fakt, 100 ta fakt chiqmasa ham bo'ladi. Unda biz uni ekstrem bilan olamiz. Ekstrem takshish. Yo, WhatsApp nima gap? Yo, WhatsApp shu o't. Bola, короче, o'tdim bola, o'tdim bola. O'tdim, ko'rdinglar, hamma ko'rdi. Ekranda ko'rgan bo'lishi mumkin. Sizlar kanalga o'tib bo'ladi. Bosib tashlanglar degan sizlar 700 ta bo'lmoqchiman. Tez obunani bosib tashlanglar. Tirs kommentlarni zo'r bo'lsa, yana eng oxirgi konkursining tushuntirib o'taman. Sizlar komment yozinglar-da. Keyin like to'plansa, shu kanallar reklamaga o'tadi. Sizlar tez obunani tirs bosib tashlanglar. Like deb tirs bosib tashlanglar. Sizlar bilan yana o'sha gamer bo'ldi. Sizlar bilan ko'rishguncha deb qolaman bola.